Unday bo'lsa, mendan bir pochka. Kimdir menga qarz berib tursin. Nima deganing? Qarzga o'ynamaymiz-ku, bilasan-ku. Ha, aka. Pulingiz bo'lmasa, uyingizni tiking. Uyini qayerdan tikadi? Yutqizib bo'lgan u. Ijarada yashaydi. Uy bizning nomimizda. Unday bo'lsa, pullar meniki. Shoshma. Qizimni tikaman. Ammo lekin qizi juda ham chiroyli. Qurliqoq qiz, yoshgina. Yaxshi. Xo'sh. Ochamiz. Yigirma 9. Hey, shoshmang. Bu safar siz emas. Men yutdim. 31. Qizingiz necha yosh? 20ga to'ladi. Mana bu pul sizga. To'yga tayyorgarlik ko'ring. Qizingizni to'y qilib uyingizdan olib ketaman. Mart yigit ekan, Sayid. Qizingni to'y qilib olaman deyapti. Omading bor ekan, yigitcha. Qizi juda ham chiroyli. Nima qilay? Axir bo'ydoqman. Uylanishim kerak-ku.